Bo'ston ko'chasidan 4 sotilik xonadonlar izlab turgan do'stlarimizning diqqatiga Qirg'iziston O'sh shahri Bo'stonni hammamiz bilamiz. Ya'ni boqiy masjidlardan tevaga chiqqanimizda Islombek somsaxonasining o'zidan shunday asfalt yo'llardan to'g'ri kelganimizda endi bu yerimiz Ulitsa Bo'ston 63 ekan. Agar Yandexga uradigan bo'lsanglar, Islomova 63 deb chiqar ekan. Suv, svet, sentralniy kanalizatsiya, xulos hamma kerakli sharoitlarimiz bor. Bu yerlarimiz robotxonamiz bo'lyapti. Xoliylar olib turib, shuni chaqib turib, o'zingizlarga mos qilib savolinglar. Xoliylar, "Yo, bizning bo'laveradi" degan bo'lsanglar, mana. Misol uchun menga ham bo'laveradi. Maza qilib yashayveraman. Mana chiroyli yopib qo'yaman tunukalar bilan. Zo'r do'stlar, mana brushatga bosib qo'yaman. Nima kerak menga do'stlar? Maza qilib, sho'rvani solib qo'yib, do'stlar, iftorlik qilib. Xullas, qaranglar, bu yerlarimiz kirishimiz, kirganimiz robotdan. Ro'paramizda bitta xonamiz bor. Buni oldida yana bitta xonamiz bor, ikkita xonamiz bor ekan chap qo'limizda. Mana bu yerlarda ham joylarimiz juda ham katta, 4 sotik. Va do'stlar, bu tomoniga o'tmay qolamiz. Mana bu yerda bitta xonamiz bor ekan. Bitta xonamiz bor. Endi buni tagida podvali ham bor ekan. Endi mana bu yerdagi xonalarimizni sizlar bilan ko'rib chiqaylik do'stlar. Shaharning zo'r joyi, maktab, magazin deysizlarmi, больница deysizlarmi, xullas hamma narsaga yaqin joylar. Bu yerimiz kirishimiz bir o'tirish ayvonchamiz deylik, so'rlari bor ekan. Mashalloh. Buni oldida yana bitta chiroyli xonamiz, aboylarni yopishtirishib, juda chiroyli remont qilib qo'yishibdi. Bu yerda mahallamiz ko'rinib turar ekan, yorug' tushib turar ekan. Endi buni oldida esa yana bitta xonamiz bor ekan. Bu xonamiz ham katta, keng mehmonxona. Endi yer yugiga nima yetsin do'stlar? Yer yugiga qaranglar. Maza qilib yashaysizlar, qo'nim qo'shnilar inoq. Zo'r joy do'stlarim. Opshi 6 ta xona bo'lyapti do'stlar. Yuringlar. Bo'stonda joylashgan 4 sotiklik 6 ta xonasi bor. Suv, svet, sentralniy kanalizatsiya, xullas gaz, hamma sharoiti bor xonadonimizning pulini aytishdan oldin mana bu gap semichkalarni sizlarga ko'rsatib o'tay. Gap semichkalari. Maza qilib do'stlarim, shortdekkina, xohlasanglar tuz yo'g'idan, iftorlikdan keyin do'stlar uyda maza qilib, oila davrasida oshna-og'aynilar dam olib o'tirganda, mashinada, boshqada qurtoplari bo'ladi mana. Buni katta kichkinasi ham bor mana do'stlar. Xudo xolasa, O'sh shahrining hamma do'konlarida sotilyapti do'stlarim. 150 ming dollar kami bor. Xudo xolasa, telefon qilsanglar, kelsanglar, ko'ringlar. Dokumentlar inshaalloh endi bu yerda bilasizlar eski joylar, xudo xolasa bor ekan. Yana bir qator yuridik tekshirtiringlar. Zo'r bo'ladigan bo'lsa do'stlarim, telefon nomerlarimizni yozinglar. 0552 bilan 97 80 20. Qaytaraman, 0552 bilan 97 80 20.